Bugundan ozish harakatlarimni boshlab yubordim. Ertalabki suvlarimni tayyorlab yubordim. Hozir ularni sekin-sekin ho'plab ichib, mashqimni qilishni boshlayman. Sizlar ham xohlasanglar, birga harakat qilishinglar mumkin. Bugungi ozish rejamni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. 1,5 litr 50 dan issiqroq suvni ho'plab ichib, trenirovkamni qilib oldim. Обязательно trenirovkadan keyin dush qabul qilish shart. Keyin nonushtamni qilib olaman. Nonushtaga bugun menda ozginagina zaytun yog'iga dimlangan qiymam bor. O'shani yeb olaman. Bir burda, kichkina burdagina suv qochgan non bilan. Keyin ishga boraman. Ishga borganimdan keyin o'tda ham suvimni ichishni davom ettiraman. O'sha ukropli, limonli, bodringli suvimni shaykerimga qilib olib, obedda korzinkadan grill oraman, grill tovuqqa olaman. Ustidagi terini shilib tashlab, ichidagi lahm go'shini o'zini yog'siz joyini bodring bilan yeyman. Obedimda shuni qilaman. Shu bilan keyin polnikda bitta bodring yeb olaman. Kechki ovqatda yeyish niyatim yo'q. Bitta yarimta kokteyl qilaman, kuzatsanglar uni ham qo'yaman.